Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Gamer Yarok. Albatta keyingi videoda Java versiyaga kirish o'rgataman dedim. Va'da qilganimday birinchi bo'lib Play Marsga kiramiz. Qidiruv bo'limidan Pojo Launcher yozamiz. Mana Pojo Launcher. Shu o'rnatasizlar, men o'rnatganman, keyin o'rnatasizlar. Albatta menda bor hozir. Mana bunday qilasizlar, create now deysizlar. To'xtanglar. Adashdim. Create'ni bosasizlar. Qaysini qilinasizda? Mana u sirnomni joyiga masalan asosan Derbek. Bundan alt alfaning juda eski A4 versiyasi bu yerdan. Yig'lasizlar. Yo. Yig'lasizlar. Sasanjer. Oltan. Yaxshi. Geçen yozmaysizlar. Bu yoqqa indamaysizlar. Keyin savini bosasizlar. Mana Sajar Asal shu playni bosasizlar. Sizlarga megabit so'raydi. Evet, o'rnatasizlar. Menga tez yukla. Chunki menga yuklab bo'lgan. Endi o'qitni bosasizlarda kirasizlar. Versiyaga hozir ko'rasizlar, alfa versiya. Ishonmasanglar kiradi. Alfa versiya. Kiramiz alfa versiya. Juda eski alfa versiya. Alfani hamma taniydi. Eng eskimiz birinchi vaqt oladi. Mojang alfa versiya o'ynash qiyin ekan. Alfa. Ancha vaqtda bir kutib turibmiz lekin. O'chmayapti. Ha, mana. Mojang Studios. Uy. Ko'taral. Arkadaşlar hozir ko'tariladi. Hozir ko'rasizlar. Bu nechidir soniya Mojang Studios deb hozir alfa versiya. Nima? What the fuck? Men alfani tanladim. Mayli, shunaqa kirasizlar zato. Artigrasga kiraman. To'g'rilik. What the fuck? Kim Java versiyada nik qo'yishni bilsa menga aytsin. Vapshim qo'yolmayman. Qo'yishga uni ko'ramiz. Yo'q. Box. Buni qo'yitganmi? Albatta ko'rganingizdek men chiqib ketdim.
Boja Launcher'ga qaytib kiraman. Nickni almashtirishga urinib ko'ramiz. Muhammad o'chirib tashlaymiz. Bekor qilish talati. Log account bu yerdan Muhammad bizga kiritilgan tezda kirib ketadi. Do'stlar, narigi ikkinchi qismini ko'rishdim. Ikkinchi qism juda kam video bo'ldi.